An'anaviy yer tekslash usullarini qo'llashda yoki yer umuman tekslanmaganda sug'orish suvining dala bo'ylab yoyilishi bir tekisda kechmaydi. Yerning botiq joylariga o'ta ko'p suv to'planib, ortiqcha namlik hosil bo'ladi. Yerning tepalik joylariga esa aksincha suv yetib bormay, ekin uchun yetarlicha namlik hosil bo'lmaydi. Buning natijasida o'simlik rivojlanishi turlicha kechadi. Hosildorlik kutilgan darajada bo'lmaydi. Yerni lazerli tekislash bu kamchiliklarni bartaraf etadi. U fermer uchun qator afzalliklarga ega. Birinchidan, suv yer yuzasi bo'ylab bir tekisda yoyilishi natijasida yer nishabligi 3 sm ga teng bo'ladi. Buning natijasida suv tejamkorligi 20-25% ga yetadi. Ikkinchidan, ekinlarga suv va ozuqa moddalari o'z vaqtida va teng miqdorda yetib borishi sababli o'sish bir tekisda kechadi. Hosildorlik esa 5-7% ga oshadi. Uchinchidan, sug'orishda ishchi kuchi va vaqt tejaladi. Yerga to'g'ri ishlov berilganda maydonlarni 3 yilda bir martagina qaytadan lazerli tekislash zarur bo'ladi xolos. Bunda, ya'ni ikkinchi marta yerni lazerli tekslanganda lazerlash xizmatlari 2 barobar